Assalomu alaykum. Bugun sizlarga Osiyo va Yevropa safarimlaridagi ishonchli hamrohim Kia Carnivalning yangilangan versiyasi haqida so'zlab beraman. Ushbu model zamonaviy funksiyalarga boy, yangi dizaynga ega bo'ldi. Bu esa haydovchi hamda yo'lovchilar uchun yanada qulayroq. Avtomobilning oldi qismi to'liq yangilandi. Vertikal LED chiroqlar, yangi yorug'lik imzosi va yangi yirik panjara Carnivalga yanada texnologik va jiddiy ko'rinish beradi. Orqa chiroqlar yangi dizaynga ega bo'ldi. Raqam belgisi esa pastroqqa ko'chdi. Natijada bagaj eshigi yanada tartibli va premium ko'rinishga ega bo'ldi. Ichkarida esa mutlaqo boshqacha muhit. Markazda ikkita 12.3 dyumli birlashtirilgan, haydovchi uchun qulay bo'lgan katta egilgan displey. Boy ranglar tanloviga ega bo'lgan yangilangan yoritish tizimi. Sifatli bezak materiallari, yumshoq yuzalar esa yanada kengroq zonani egallagan. Mayda qulayliklar ham unutilmadi. Katta podstakanniklar, yangi multimedia va iqlim boshqaruv paneli, eshiklar va panellardagi qayta ishlangan elementlarning barchasi haydovchi va yo'lovchilarning qulayligi uchun. Endi haydovchi o'rindig'i aktiv qo'llab-quvvatlash tizimi bilan jihozlangan. Orqa va pastki qismda joylashgan havo kataklari uzoq safarlarda charchoqni kamaytiradi va qo'shimcha qulaylik beradi. Yangilangan Kia Carnivalda proyeksion displey paydo bo'ldi, ya'ni head-up. Barcha muhim ma'lumotlar ko'z oldingizda namoyon bo'ladi. Bu esa haydashni qulayroq va xavfsizroq qiladi. Ko'zgu odatdagidek ishlashi yoki kamera rejimiga o'tishi mumkin. Bu esa qorong'u vaqtda ko'rinishni yanada yaxshilaydi. Endilikda kapot gazli ko'targichlar bilan jihozlangan. Kichik detalli ko'rinishi mumkin, lekin bu servis kundalik foydalanishda o'ta qulay. Carnival vaqt sinovidan o'tgan va o'zini yaxshi ko'rsatgan dvigatelni saqlab qoldi. U ishonchli dinamika, barqaror ishlash va tejamkorlikni ta'minlaydi. Aynan mana shu narsalarni Carnival egalari qadrlashadi. Yangilangan Kia Carnival bu zamonaviy dizayn, yuqori darajadagi qulaylik va albatta barcha yo'lovchilar uchun juda ham ko'plab sayohatlarga qulaylik yaratadigan yangi funksiyalar. Sizni Kia O'zbekiston dilerlik markazlariga taklif qilaman. Keling, o'z ko'zingiz bilan ko'ring va baho bering. Ishonchim komil, ushbu avtomobil sizga real hayotda yana ham ko'proq yoqadi.